Telefon sohasiga qiziqsangiz, e, telefonni remont qilish, zararchi joyi liniyalar ko'chib ketsa qanday remont qilish kerak, shu soha bo'yicha o'rganmoqchi bo'lsangiz, e, men sizga qo'ldan kelgancha o'rgataman. Buning o'zining e, dasturi bor. Masalan, sizda yo'q bo'lsa, men shu dasturni siz sotib olmoqchi bo'lsangiz, e, aktivatsiya va faollashtirib beraman. Qanday telefonning sxemasi va signal antena ishlamay qolsa, karnay ishlamay qolsa, nima kuygan bo'lsa, liniyasida nima bor, o'rganmoqchi bo'lsangiz, men sizga bitta dastur topdim. Ana shundan bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Keyin ikkinchi darsda telefon sohasini o'rganish bo'yicha ikkinchi darsimiz va bu programmani ko'rib olsangiz, dasturimizga kiramiz. Sizga login bilan parol menga berasiz, aktivatsiya qilib beraman. Endi ko'rishingiz mumkin, dasturda kattalashtirib olamiz. Dasturning ko'rinishi shunday. Buni bosamiz. Ozgina kutib turamiz, internet ishlamayapti. Endi mobil inglizcha yozilgan telefon deb o'qiladi. Kiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin shuncha modellarning sxemalari va shu haqida ma'lumotlar hammasi bor. Hozir sizlar bilan birgalikda qaysi model ko'p tarqalgan, masalan, yerda Xiaomi telefoni kerak, masalan, yerda Xiaomi telefoni eng ko'p o'zimizga tarqalgan telefonlardan bittasi. Redmi A3X telefoni ko'p tarqalgan. Telefonga kiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, shu yerda hozir kiramiz. Bu yerda u bidatib pastki palatasini ko'rsatyapti. Bunga bir kiramiz. Kirib ko'rsatmani dastur ochyapti. Internet yaxshi ishlayapti, shuning uchun kirmayapti. Birozni kutamiz. Dasturimizga kirib oldik. Telefonning pastki palatasi ko'rinishi. Mana ko'rishingiz mumkin, massa ustida grinza zararchi joyi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu ko'rishingiz bu ikkita oyoq, yoqdagi ikkita oyoq yuqori bitta nega ulangan ekan, borib qaytib kelgan ekan. Mana shunday ko'rishingiz mumkin. Shunday ma'lumotlar o'rganmoqchi bo'lsangiz, qaysi telefonlarga shunday liniyasi kerak bo'lsa, sizga bir dasturni olish imkoniyati yo'qsa, sizda kompyuter yo'qsa, men sizlarga shu video darslik qilib o'rgatishim mumkin. Har xil bunga kiramiz. Buning ichiga kirib ketaveramiz. Bu 1 soat, 2 soat, 30 soat darslik qilamiz. Modellar ham ko'p. Keyin qanday telefon haqida ma'lumot kerak bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin, shu telefonlar Android telefonlari ichida, shu Android telefonlarga подписчик qiladi. Videomiz ko'p cho'zilib ketdi, shuning uchun yoz qilangiz. Hamma ma'lumot berilib o'tilgan. Bunda telefonni palatasini o'rganish ancha osonroq. Bunda qanday